orqangizdagi yoki dala maydoningizdagi hasharotlarga, begona o'tlarga hech qanday zaharlarsiz, preparatlarsiz qarshi kurashni xohlasangiz, ushbu video aynan siz uchun. Kuz faslida yerni shudgorlash natijasida, ya'ni haydash natijasida 15-20 santimetr chuqurlikda qishloqqa ketgan zararkunandalar, qurtlarni g'umbaklari, lichinkalari yoki qishloqqa ketgan shakllari yerni ustki qismiga ko'tarilishi natijasida qishni sovuq kunlarda, ya'ni minus haroratda ular tabiiy ravishda 30-40% halok bo'ladi va o'z navbatida 30-45 santimetr chuqurlikda yerni shudgorlash natijasida begona o'tlarni ildizpoyalari, urug'lari va vegetativ massasi tabiiy ravishda chiriydi. Bu ham begona o'tlardan tabiiy ravishda xalos bo'lishga yordam beradi. Va eng asosiysi kuzgi va qishki yog'ingarchilik, yomg'ir, qor natijasidagi tabiiy yog'ingarchilik suvlari zaxira sifatida shudgorlangan maydonda yaxshi saqlanadi va bahorda ekinni ekish, rivojlantirish, yetishtirish uchun shudgorlangan yer donador holatda saqlanadi. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, tomorqachilarga, fermerlarga, dehqon tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang va bizni Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.